Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. 3-4 kundan beri press bilan ovora bo'lib, syomka ham bo'lmadi. O'shaning uchun bugun mana syomka qilamiz. Yana birgamiz. Agar o'sha 3-4 kundan beri qaraganim ham yo'q. Press bilan bo'ldikda, pressni yerni bo'shatib, suvini bugun bo'ldik, xudo xolasa. 3-4 kundan keyin silos uchun makkajo'xori ekamiz. Bo'lmasa agarlarni ko'rib qo'yishchi bir. Bahor kelsa boshlanar bog'da bulbul xonishi, sava qumri nag'masi suralay tavlanishi, qirlardan Navruz sayli lolalarning yonishi, to'xtag'ay tabiatdan haq qushlar zorlanishi. Ketma bahor, ketma meni bog'imdan. Hurmatli obunachilarim, mana qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Silka bor. Kommentariyada agar yordam beradiganlar bo'lsa, ko'rib o'tirasizlar. Mana urug'lar. Davr qayda, davron qayda, vatan gado kimsaga beminnat makon qayda, yolg'iz otga olamda nom qayda, nishon qayda. Bahor selsiz sahroyu tog' toshga jon qayda. Ketma bahor meni bog'imdan. Bahor ketma meni bog'imdan. Ketma bahor meni bog'imdan, meni bog'imdan. Maysadagi shudringlar kimlarni ko'z yoshlari, giyoh bilan qoplanmish yurtim tog'u toshlari. Bu yerda yotar mening yovqir elat doshlarim. Har bahor eslar uni qavmu qarindoshlarim. Ketma bahor meni bog'imdan. Bahor ketma meni bog'imdan. Ketma bahor meni bog'imdan, meni bog'imdan. Ay
ketma bahor, ketma ey mani bog'imdan, ha, mani bog'imdan. Chalvog'imizda uchrashaylik. Xohlaganlar shu yerim masalang, shunday harakat emas, shu qo'llaringni, barmoqlaringni shunday bosib qo'ysalaring bo'ldi. Like chilardan qolgan ishlar bizdan-da. Salomat bo'linglar.